Farg'onada tayyor biznes sotilyapti, hurmatli do'stlar. Bu yerda egalar rachiga qaraganda 7,5 milliongacha kuniga savdo bo'lgan ekan. Keting, men sizlarga sharoitlar bilan tanishtiraman. Xullas, bu qo'rma kafesini barcha narsalari 100% qoladi. Egalar rachiga qaraganda $1000 dan yuqori xarajat bilan vitishkalargacha qilingan. Jami $14000 rasxod qilganmiz korobka holatidan bu holatga kelgunigacha deyishyapti va yarim narxidan ham biroz arzonroqqa sotilyapti ekan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'lanamiz. Men sizlarga hozir ikkinchi lokatsiyasini ko'rsataman. Bu esa Muhayyoda joylashgan qo'rmani ikkinchi filiali. Bu yerda ham barcha sharoitlar premium klassda remont bo'lgan, hamma sharoitlari bor. 113 kvadratdan iborat. Xohlasalaring ijaraga olasizlar, xohlasalaring joy poyi bilan sotib olishlaring ham mumkin bo'ladi. Qo'rmani ikkinchi filialda ham vitishkalar qilingan, $2000 dan ortiq xarajat qilingan ekan. Xullas, xohlasalaring firma bilan sotib olasizlar, xohlasalaring 5 yil muddatga arzon narxlarda ijara shartnomasi ham qilingan. Hech kim sizlarni bezovta qilmaydi. Xohlasalaring shaxsiyxona, somsaxona, Farg'onaning sentrida nima biznes qilsalaring zo'r yuradigan joy. Qo'rmani birinchi manzili Farg'ona shahar 9-maktab yonida, ikkinchi manzil esa Farg'ona shahar Muhayyoda Roksananing ro'parasida joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'laninglar. Bu videoni biznes qilmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yinglar.